qanaqadir biznes qilishim kerak. Anuli yosh biznesmenlarmikina nima haqida o'ylashayotgan ekan? Shaxsan yaqinda men Jet servis haqida eshitib qoldim. Bu servis multikart ilovasini ichida ishga tushirilgan bo'lib, u orqali siz istalgan joydan turib, atigi 15 daqiqa ichida brokerlik hisob raqamini onlayn ochishingiz va O'zbekistondagi yirik kompaniyalar aksiyalariga investitsiya qilishingiz mumkin. Jet Moliya va iqtisodiyot vazirligi qoshidagi Respublika fond birjasiga ulangan rasmiy servis, ya'ni barchasi qonuniy. Buning uchun havola orqali Play Market yoki App Store'dan multikart ilovasini yuklab olasiz. Investitsiyalar bo'limiga o'tasiz. Hisob raqam ochish tugmasini bosib, identifikatsiyadan o'tsangiz bo'ldi. Hammasi juda ham oson. G'ulomboy promokodi bilan esa siz brokerlik hisob raqamini bepul ochishingiz mumkin. Menimcha shu haqida gaplashyapti. Yuragida o'ti bor bolalarga o'xshashadi. Qizlarni hal qildim, ha? Men rentkardan mashina oldim. Sen qizlarni hal qil. Va dacha bilan qizni pashti hal sabar, turist dachani pulini nima cho'chma qo'yamiz. Menda pul yo'q lekin. Har safar puling yo'q. Har safar Hal qilamiz.